Бекирбек уста чоң атасынан мураска калган устаканасын көп жылдан бери өз алдынча иштетип келет. Кооз жана курч бычактын түрлөрүн мына бул кичине бөлмөдөн жасап даярдайт. Каармановдун айтымында ал мындай кылдаттыкты талап кылган өнөрдү чоң атасынан үйрөнгөн. Учурда бычакты буйрутма менен жасап эмгектенген Каармановбуз бул өнөр бир жагынан оор болсо, бир жагынан кызыктуу экенин айтат. Белгилей кетсек, бычактарды 400 сомдон 4000 сомго чейин дейре жасап, үй бүлөсүн багып, кем каржын жабат. Biz temirde mına resor, maşinanın resoru bolat, şundan 40 koyganmiz mına. Bu 40'ıp bundan inekin bölüyoruz ortasından. Bölgenden kekin bundan kusok bolat mana. Mana. Şu kusokta otga salıp yine jasayız da. Bu resor, maşina resor, amortizator var ki. Polat da. Polat ha. Ha? Ha, kızarıp işe yarayırken bu urgenke yumuşak bo'lganda yine başlayız da. Ha? Qancha yildan beri jazaysiz? Ve men yaşasımga 60. yılda bir ağını hesapta var. 40 yıl 60 yıldan ötüp kaptım. Men manda balali çağımdan başlaganman şahit bolup. Mana bu balalar ham shunday mayda kichkinalikdan boshlab kelyapti da hozirgacha. Endi hozir bularda do'konlar, uylari boshqa yerda. Menga yordam bergani keladi bu yerga. Bu ikki kishi buni qilmasak bo'lmaydi-da, bir kishiga og'irlik qiladi. Ha. Bolsa. Mana shu qizigan mahalda urib qolasanda bir pichoqni jasash uchun 25 soat vaqt ketadi. 25 soat. Bunda 8 soatdan bo'lsang 3 kunga tur keladi-da. İşte sovlarini jasab, aralab, bunani muyuzlarni qilib, shu jasashga 25 soat vaqt ketadi. Bir pichoqni jasash uchun. Kichiklarni solsang, muammo bitta kesamiz. İlgari o'shda Qiyal degan Bishkekdagi firma var, Народный художественный промысл. O'sha yerda ish boshlaganmiz 70-yilda. Pichoqlarni o'zimizning xalqlar oladi. Mana musulmonlar bardig'ina bir uyina birdan bo'ladi albatta. Burun taqinib yurchilar endi hozir taqinib yurmay qo'ydi. Uyda turadi, ishlatganda. Endi bu o'zi juda kerakli narsa, ayniqsa chorvadorlar uchun. Chorva hayvonlarini har xil vaziyatlar bo'ladi. Zavodnikida bular haligi po'latlar, taxta po'lat deb qo'yadi, listovoy bo'ladi. O listovoy po'latdan kesib qiladi. Bizda jasalgan pichoqlar bunday bolg'ajib, bosqan bilan, bolg'a bilan pishib boradi. Kurch bo'lib. Borgan sayin urgan sayin bu machalkaga o'xshagan bo'ladi po'lat. Ashini urgan sayin pishib, kirishib boradi-da. Keskir bo'ladi, kurch bo'ladi ini. O zavodniki ko'proq mo'qib qoladi. Nimaiki zakalkasida uncha e'tibor bermay, listovoy bo'lsa kalit qilinadi. Постоянный klientlar endi shu kelib zakaz qilishadi. Da, shu. Ha. Çek. Илгертен калган бул өнөрдү кесипке айландырган уста үчүн бычак беттерине ою чүрүп, сайма тартуу кеп эмес. Анткени анын ата теги бычактын түрлөрүн жасап, ал өнөр ата балага өтүп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Ha, uçakты мен бардыгын өзүм жасайм, балгадан башкасын бардыгын жасайм. Мына балганы уста темирчилер кылат. Амбырларда мынандай tomgalar bo'ladi, mana ay yulduz haligi betine basgan, o'sh deb yozilgan. Bular mınanday, bularni o'zimiz jasaymiz. Hozir tomgani mana shu
Mına yerde mına ay turadi. Kamera ko'rsatib turibsiz bunday olib. Mana ay bo'ladi. Mana shu bunanda yulduzi bor. Mana. Yulduz. Mına yerde shunday tamg'alar bor-da. Bu nening belgisi? Bu neni? Bu özümüzü klimogumuz. Mesela meni buni o'sha ustalar ko'rsa, yo bo'lmasa o'z havasmandlarimiz ko'rsa, bu usta Zokir akaning pichog'i ekan deydi. Ko'rib bile. Buni tamg'asidan taniydi, sopini ruchkalaridan taniydi. Bu palonchi ustaniki deb. Yana bir ustaniki boshqacha bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda paxtani suratini qo'yadi. Ko'proq raketalar qo'yganlari bor. Buni 61-yil 12-aprelda kosmonavt uchgan, o'shanda raketa qo'yilgan. Bu pichoq mana shunday olingan oy tomg'a, yulduzlar mana o'zliklar. Bu endi osmonni, falakni ko'rsatadi-da bularda. Mana bu muyuzdan, toposti muyuzi, topostiki bu ham. Toposti muyuzi, buni yerga to'lta quyiladi. To'ltasini quyib, buni yerga inaki naqsh teriladi, naqsh deb qo'yadi, ornament. Shu o bigizda o'yilib, terilib, mana shunday keyin kraska beriladi. Bu toposti muyuzidan bo'lgan. O'zingiz jasaysiz shu? Shularni men o'zim jasayman. Mana bu yerda asboblarim bor. Bunalar sverlo. Mıqini, mana ularni mıqin teshadi ularni. Buni mana bigiz deb qo'yamiz. Mana shu naqsh teriladi bunanda. Mana shu bilan mana qo'lim shakar. Mana bu pichoqni mana ko'zlarini o'yadi mana. Mana mushu bilan o'yib turib, bunga keyin biz hozir plastmassa bosyapmiz. Burungida har qanday qimmatbaho toshlardan qo'yilgan. Siz balkim shunday narsalarni qo'l bilan jazash aybaylar orada sizgachi. Balkim stanoklarda olib jazasangiz stanokda bo'ladi. Endi bu bizniki haligi eski hunar bo'lgani uchun shular saqlab turamiz-da. Stanokda qilsa ham bo'ladi shularni. Bir sverlo, baribir shu drill. Biroq qo'lingiz ko'nbaydi boshqa. Bunda udobni-da. O'tirib turib darrov tekshib qo'yamiz. Mana shu biyiz mana. Mana shu biyiz bilan bunday qilib o'yib teshamiz. Har bir aylantirib, gul terib bunaqa qilinadi. Har birini mana shunday qilib o'tirib teshamiz. Hozir birini ko'rsatib bersangiz qanday? Hozir. Bunday etib teshtiradi. Har birini teshib chiqamiz. Buni har birini shunday qilib teshib chiqqandan keyin bunga shu teshigini o'zini simi bo'ladi. Bu qalaydan jasaladi. Bunday qalay bo'ladi. Bu yumshoq qalay bo'ladi. Shuni har birini bunday teshikka o'rnatib turib, buni kesib keyin balg'alab chiqamiz. Mana shunday lekin buni jaltirab oq bo'yicha shu turaveradi shu yerda. Bunday naqsh terilgan. Buni sarbasta pichoq deb qo'yadi, sarbasta deb qo'yadi o'zimiz tilimizda. Bunalar suqma deb qo'yadi. Bunalari yarma, bular yarma sopli deydi. Yarma sop bo'ladi. Shu sopi yarma bo'ladi. Menga bu yoqdan bu pichoq qiziq bo'ladi-da. Bu pichoqda atayin suyaklarni chizib qo'ysangiz kerak. Bu suyak, bu qo'ydi suyagi. Qo'ydi orqa oyog'ini iligi. Bu sinib qolmaymi bu? Sinbaydi. Buni qanday qilib jiltiratib qo'ydingiz sizlar? Polirovka qilgan bizda. Polirovka qilinadi. Bunovi oldi qo'l. Qo'yniki bu ham. Qo'ydiki. Mana yerda zagotovkalari bor. Buni bularga turistlar bo'ladi-da, chiroyli chiqadi. Shunday, mana shunday. Bunovi so'ljoq ekan. Buni o'ng joq, buni so'l joqdik. Bu suyaklarni qayerdan olib keldingiz? Suyaklar qassoblardan olamiz. Suyaklar ajratamiz. Ko'pincha maqtada suyaklar turadi, bu muyuz ekan-a bu. Bular muyuz. Qulja muyuz deb o'ylayman. Bularni qayerdan olib kelasizlar bu? Nezi bitib kelgan jonivorlar-da bular. Bulardiki mana masalan, mana bu muyuzlar bir yilda bir marta mana kiyikdiki. Bir yilda bir marta o'zi tashlaydi. Muyuzinchi. Masalan, Жоғарыда баса белгілегендей өнерді бартап бағалай білген Закирбек өзінің ата-бабасынан қалған бұл бычақты сақтап жүргенін белгілейді. Бұл бычақты көркіне шығарып, сайма мен шөкөттө қарманыңыз үшін сыймық.
Mende atamdan qolgan emas. Mana bu mana shu iqlimdagi ustalarda 5 ovni qo'li tekkan pichoq bor. 5 ustaniki. 5 ustan qo'li. Ha. Ular shu esdalikka olib qolinganda buni o'tganda ham bir nimada aytgandim. Ha, buni atay olib qo'yganman. Mana bu masalan bu tig'ini jasagan odam 75-yillarda o'tib ketgan. 75-yillarda. Bunavi sovuni jasagan odam mana uni gul bu ham naqsh. Bunisini bir 92 ga kirganda yaqinda o'tgan yil o'tdi. Usta o'shunda o'tdi. Bunavi egovgarliklarini 81-yili 91-yili o'tdi ustam. Meni ham katta o'shda eng cho'ng usta bor edi, Mo'minjon aka degan. Shu odamni nimasi. Endi men qiladigan ishim mana shu ko'zlarini bosib, mana hali boya aytganda qilib, mana ko'zini bitirib, mana yeriga naqsh terib qo'yishim meni ishim qolgan. O'sha bilan bitadi. Mana hurmatli teleko'ruvchilar, hozir bu pichoq qancha yildan beri bitilar ekan? Buga qancha 4 ustaning qo'li tekkan. 4-5 ustaning qo'li tekkan usta. O'sha estelikka. Ha, o'sha cho'nglar. Siz bo'lsa, bu yoqqa dag'i men qolganini qilaman. Bu yerini, buni yerini, mana dastasini, mana birinchi deb qo'yamiz, latun. Shunga naqsh teraman. Halindaqa qilibchi, bunday. O'shunday qilaman. Siz shu pichoq chazaganda o'zingiz rohat olasizmi? Albatta-da, shundan rohat olasiz-da. Mehnat qilib, charchab kelganda bolg'alab uramiz, yana boyaginday bo'lib qolasan. Qanday жұмыстар qilasiz? Boshqa men bir haligi to'ylarda vokallik qilaman, powerlik qilaman. Powerda. Powerda bo'ladi. Oshpazlar, sho'rvalar, 200 qozon, 200 litrli qozonlarda o'shunday ishlar bo'lgan. Ilgari bu ata-bobolar o'zining quroli qatori qo'yib qurol yanında olib yurgan, bir aytib kelganda qovun so'ygan, targ'iz so'ygan, keyin bir yerda bir mol tiqilib qolgan bo'lsa, ipini kesishga yaraydi dekonlarga. Bizda endi ko'proq arqon bilan boqiladi endi. Olaylarda, cho'mbelarda haydab boqadi. Bizda ko'pi baylab qo'yib boqadi. O'shunda bo'g'ilib qolishi bor, boshqasi bor, ishib ketishi bor. Shularda pichoqlar juda asqatgan. Aybay, emas sizning ata-bobolaringizdan beri kelayotgan uyib desa ekanda siz uchun. O'shundayda. Bayqab tursak, bu terezadagi pichoqlarni qo'ya olib, shu yerdan ko'zma қатары dele satsangiz bo'ladi ekanda. Bo'ladi. Shu masalan, hozir men sizlardan keyin yig'ishtirib qo'yaman buni. Bu yerda turmaydi-da. Yig'ishtirib qo'yam, kelganda darrov ko'rsatam. Mashinada yozib turib ko'rsatam. Bunalar turadi. Mashinalarni ko'radi, buni ko'radi, buni ko'radi, bunalardan ko'radi. Buni hisobdan bo'ladi, mana bunaqa qilamiz deb boshdan oyoq ko'rsatamiz-da ularga. Ko'rsatib. Bu pichoqingiz bu boshqacha pichoq ekan, barni o'zgachalanib bu. Yo'q, bu kiyikni uchi-da. Hali kiyikni yuzi turadi mana. Mana shu kiyikni yuzining uchi bunday keladi. Mana bunday keladi. Mana o'rtasidan bunday olingan mana. Buna olinadi mana. Bunday keladi. Bu bunday keladi mana. Eng uchi ekanda bu. Bu eng uchi. Mana shunday keladi. Mana boshqacha bo'ladi. Bu yog'i o'zi uchi egilganda. Undan bunday buni olib keladi. Bunga ham bunaqa katta tiqish yo'q. Mana bu sopta o'rniga ishlaydigan asfalt. Bunga suqamiz. Bunday qilib qatirib qo'yamiz. Ushlab turadi. Ustagich. Mana aytamga mashinada chiqadi mana. Shu nima dedim boya, shu shaurma, yana hamburger,
gamburger pichoqlarga mana shularni zakaz qilishyapti hozir shu kunlarda. Shundan go'shtni bunday uzun kesganga mana shular ketadi ekan. Ha, men nima jazaysizlarmi? Bu yog'i shundaylar prostoy bo'ladi yog'ochdan solib. Atayin yuzdan jasab bergandir bo'ladi. Bo'ladi, endi u qimmat tushib ketadi dedi. Bahosi ko'tarilib ketadi. Mana u pichoqlar mana mol so'yganga juda o'ng, udobniy, bir tortganda oladi. Uzun o'zi ham. Bunanisini bizda nima deb qo'yadi? Teri pichoq deb qo'yadi. Mana teri pichoqdan. Bu terini shilganga. Molni so'yganda terisini shiladi. Endi esib ketmesi uchun bu? Yo'q, bu o'sha shunday bo'ladi, bunday kesganda olaveradi-da. Shuning uchun. Bu ham kurchitilgan yo'q, hali kurchilgan yo'q. O'sha bunavi bo'ynini olganga, bunisi terishilganga bo'ladi. Atay men o'sha teri emetganga jasab. Mana shunday qilib, shunaqa qilib formada jasaladi. Mana shunday qilib. Bular shu qassoblarga jasalgan pichoqlar, mol so'yganga mo'ljallangan. Bunalari mana bular xazayisniki uyda ishlatganga damashniy pichoqlar, lekin bizda piyozda samsapazlar piyoz ishlatdi. Shunga udobni bo'lish uchun juqa po'latdan jasaladi. Bular silqilardan arrasidan jasaladi.